Hammaga assalomu alaykum. Bizda keyingi navbatdagi sotuvdan uyimiz yer maydoni Olsuti, Gulston mahalla, Saxovat ko'cha 27-A uy bo'ladi. Uy toza solingan, sokollarına bir qator e'tibor beramiz. 4 qator sokol. Burungi yaxshi buna qalin kelibishlardan, enli kelibishlardan. Qo'ng'ishlari ajoyib qo'ng'ishlar. Bu yerda maktab destatlari hammasi yaqin. 49-maktab, Navoiy maktab, 1-maktab. Chiqsangiz bu yog'ingiz do'kon, magazin, har turli nelar, balxonalar ham shu yerda, kafelar ham, restoranlar ham. Nukusga ketaman desangiz ham, shaharga chiqaman desangiz ham, Urganchga ketaman desangiz ham, udobniy lokatsiyada joylashgan. Desantlardan ham muammo yo'q. Gazdan, svetdan, suvdan umuman muammo yo'q. Qo'ng'ishlari barisi zalotoy, ajoyib qo'ng'ishlar, burundan o'tirib yashab o'tirgan qo'ng'ishlar bo'ladi. Uyimizning bir qator obzorini tanishtirib, qolgan ma'lumotlarni uyning ichida aytib o'tamiz. Ketdik. Uyimizning kirgan shunday ulli hol, bu yerda времени etib o'rib qo'ygan ekan. Buni buzib tashlasangiz bo'ladi. Bu yerga ham bir xona bo'lganda vanna sanuzellarni o'rnatib olsangiz bo'ladi, yoki kuxnyani shu yerga tushirib olsangiz bo'ladi. Bu yoqlarni o'rmay qoldirgan ekan. Главный ustimakam, fundamentmakam. Qanday yerda ishlab olsangiz bo'ladi, qanday yerda qo'ldaga narsa remontini qilib olaversangiz bo'ladi. Samay главный ustlari mahkam, yomg'ir o'tib ketmaydi, boshqa ketmaydi. Mana shipor yo'q, shunda da hech yerdan bir yomg'ir o'tib boshqa bo'lmagan. Gazlar mana tushib turibdi, bir atapniyani tartish kerak. Gazlari ko'chadan kirib turibdi. Mana bu kundalik o'tiratan holi bo'ladi. Bu yoqda koridor yog'ida ulli bir zali bor. Mana kirganda 10 qo'lda. Shunday o'tib ko'rsatamiz. Razmeri 8,5 ga 4 ma shunday razmerda. Tam ulli ustining bosilgan og'ochlardan e'tibor berasiz. Taxtalar bilan, ya'ni simpom qo'yma taxtalar bilan ishlagan ekan. Bu yog'ida yana bir to'rinda yana bir xonasi bor. Burga hozir времени bunday ne bilan isish etib qo'yibdilar. O'zingiz kelib atapni tartib olsangiz bu yerda gaz bor. Samay главный gazdan muammo yo'q. Bu yoqqa orqa yog'i kengishlik. Bu yog'i orqa yog'ini uzunasini ketgan, xalagan narsangizni solsangiz bo'ladi, xalasangiz dehqonchilik qilsangiz bo'ladi. Mana orqa yog'i fundament shu yergacha kelib turibdi. Bu yog'ini davom etib ketsangiz, xalasangiz mana qo'shib, ana zalni ikkiga bo'lib spalniy qilib versangiz ham bo'ladi. O'rta koridordan bir eshik ochib, o'rtani o'rib versangiz, ichkarining o'zida spalniylarni shoxta qoladi. Bu yoqqa qo'shib zal solib olsangiz bo'ladi. Ichkarining o'zida 3 spalniy bo'ladi. Bu yoqqa yana bir 2 zal solib olaman deysizmi? Yana bir plus qo'shib, qo'hna solib olaman deysizmi? Bu yoqda mana otizlari egilib turgan otizlar mana. Suv kelib turibdi, mevali daraxtlari, otizlari hamma narsasi egilib turibdi, chegarasi polni bu yoqqa qo'ng'ishi zavorlanib turibdi. Bu yog'idan chertalar turibdi. Xalasangiz qanaltir bilan chegarasini yopib olsangiz bo'ladi. Adresimiz aytganimizdek Gulston mahalla, Saxovat ko'cha 27A uy bo'ladi. Shahmirash to'yxonadan kirib kelganda 10 qo'lga 1-chi, 2-chi, 3-chi ko'chaga kirganingizda shunda 2 etaj joyning yan tomonidagi ko'k shipirning bu yog'idagi shipirsiz joy bo'ladi. Adresimiz. Bahasi $33,000 aytilyapti. Pastga egasini meni yozib qoldiramiz. Kelib, ko'rib, ustida savdolashib olsanglar bo'ladi. Yesam bir kelishaman, qaytaman deyapti. Aytganimdan dimam qatib qolmaydi. Kelishadiganlari bor, kelib savdolashib ko'rsanglar, xudo xolasa bir ana shunda uy olaman deb yurganlarga ajoyib variantlardan biri bo'ladi. Endi ko'pchilik hozir yer izlab yuribdi. Yer topa olmaganlarga ana shunda uylar normal variant. Bu yoq-bu planni o'zgartirib olaman desa, katta uyni olib bozishga ko'zi qiymay o'tirgandan menandaylarni planni o'zgartirib, bu yoqni qo'shib solgani ma'qul deb o'ylayman. Ana shunda uy izlab yurganlarga videoni yuborib qo'ying. Sizlar bilan men Ixtiyor Amitjonovich.